Ha, videoni yoqyapman. Nima deysiz? Videoni yoqyapman. Sizdan xavfsiz videoni yoqyapman. Bunga hech qanaqa qarshilik yo'q. Sizdan xavfsizlik kamaridan foydalanmasak yotganimni keltirib bering. Nimani keltirib bering? Xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan yotganimni. Vizualni ko'rib aniqladik. Nimani ko'rib? Vizualni ko'rib aniqladik. Vizualni ko'rmadinglar? Chunki men remenni qo'lni taqaman. Hurmatli haydovchi, gapirsam maylimi? Xo'p. Yo'l harakati qoidalarini 125.1 9-bandni xavfsiz kamardan foydalanmasin deydi. Xavfsizlik remen taqmasdan kelyapsan deyishyapti. O'tirganda taqdi. Xohlasangiz, mana hozir haydaysiz-da, hozir haydaysiz-da, Nimani qiladi? mashinani haydaysiz-da. Remen taqilmasa titillaydi. Miyangizga boradi, o'chmaydi. O'shaning uchun stabilniy remen taqaman men. Siz hozir menga tuhmat qilyapsiz-da, unaqa qilmagansan, bunaqa qilmagansan deyapsiz. E'tiroz bo'lsa bizdan yuqori turuvchi organ. Yo hozir siz o'yingizdan o'zingiz qila olmaysiz. Tuhmat